Bu video murojaat ayrim muxlislarga bag'ishlanadi. Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntiraman. Qur'a natijasidan so'ng raqiblarimiz aniq bo'ldi. Ha, to'g'ri, raqiblarimiz juda ham nomdor, kuchli va juda ham jiddiy. Lekin bu futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Va bunaqa paytda normal muxlis o'z vatani sha'nini himoya qiluvchi terma jamoaga muxlislik qiladi. Bo'lib ham birinchi marta mundialda ishtirok etayotgan bo'lsa. Lekin Qur'aga oid ayrim videolar kommentini hech o'qib ko'rdingizmi? Portugaliya O'zbekistonni yevoradi. O'zbekiston guruhda qolib ketadi. Biznikilar aqib qo'shadi va hokazo va hokazo. Kommentda futbolchilarimizni pastga urib, xuddiki O'zbekistonni bir 18-asrda qolib ketgan davlatda yozishmoqda. Yana nima deydi? 48 ta terma jamoa bo'lgani uchun biznikilar jahon chempionatiga chiqdi, bo'lmasam chiqa olmasdi deb yozishmoqda. Shunaqalarga hayron qolasan kishi. Nima qilish kerak? 48 ta terma jamoa bo'ldi deb mundialga chiqmay qo'yaverish kerakmi? Shuncha yil harakat qilindi. Harakat qilingan joyda har qanaqa ish bir kun kelib albatta amalga oshadi. Bir paytlar orzu bo'lgan, xayoldagi ishlar endi amalga oshadigan bo'lib turibdi. O'zbekiston jahon chempionatida Portugaliya, Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu axir faxr-ku. Endi O'zbekiston bayrog'i butun dunyoga ko'rsatiladi. Madhiyamiz kuylanadi. Mana shuning o'zini o'ylasa odamning eti jimirlab ketadi-ku axir. Natijadan qat'iy nazar men O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlayman. Lekin O'zbekistonda yashab turib hali bo'lmagan o'yin uchun o'z vatanini sha'nini yerga uruvchilarning nima deyish mumkin? Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Siz mana shunaqa fikrlaydiganlarga nima demoqchiman? Mayli O'zbekistonga muxlislik qilmang, qo'llab-quvvatlamang. Mayli raqib jamoani qo'llab-quvvatlang. Lekin O'zbekiston sha'nini hech qachon pastga urmang.